Bir ayolda ikkita bachadon bo'lishini eshitganmisiz? Hozir shuni ko'rsatmoqchiman. Sinimiz Xumora bizga bir hafta oldin murojaat qildi. Murojaat qilishga asosiy sabab bu qorinning oldi devorida 8 ga 12 sm bo'lgan o'smaning paydo bo'lishi. Biopsiya sitologiya qilganimizda tarkibida shu bachadonning mushaklaridan kelib chiqqan kletkalar, ya'ni to'qimalar aniqlandi. Shuning uchun biz bir hafta oldin Xumoraga shu o'smani professor Galip Odilaj boshchiligida o'smani olib tashlab turib, paydo bo'lgan defektni endoprotez setka bilan yopib tikladik. Boshqa gapiring. 2 yil oldin menda ozgina qorin old devorimda og'riq his qildim. Buni boshida appenditsit deb o'yladim, o'zim ushab ko'rdim. Keyin ertasiga MRT tekshiruvdan o'tganimdan keyin doktorlar buni boshida aniqlab bera olmadi. Jirovik deyishdi, lipoma deyishdi. Ko'p doktorlarga bordim, lekin o'sha o'zimni ishonib topshira olmadim. Частный klinikalarga bordim, har xil onkologlar bilan konsultatsiya oldim va Umid akani Instagram sahifalaridan bitta operatsiyani bitta shu 28 kilogramlik o'simtani olganliklari haqidagi videoni ko'rib qoldim va ishlaydigan ishxonalarga keldim, o'sha Toshkent shahar onkologiya shifoxonasiga va bular bilan konsultatsiya o'tkazdik va o'sha konsultatsiya o'tgan kundan srazu o'zimni ishonib topshirishga qaror qildim bularga. Shu hozirgi kunda ahvolim juda ham yaxshi. Operatsiya bir hafta bo'lganiga bir kun reanimatsiyada yotdim. Ertasiga уже srazu o'zimni yaxshi his qilishni boshladim. Mana hozirda bemalol o'zim yurib, harakatlanib, hamma ovqatlarni iste'mol qilib, ko'ngil aynishi yo'q, hech qanaqa og'riq yo'q. Uyimga ketyapman.